Assalomu alaykum hammaga, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun firmamizga zakaz kelib tushgan. Ispaniyaning Madrid shahridan oila kelyapti. Shu oilani biza Günzburg shahridagi Legolandga olib borishimiz kerak. Legoland bu bolalar uchun o'ynash oromgohi desak bo'ladi. Haqiqiy ertako'muz shaharcha desa ham to'g'ri bo'ladi. Kuzatib boringlar, biz ularni kutib olamiz va Günzburgga olib borib qo'yamiz. Biz hozir München aeroportiga keldik. Klient olib ketganlar, klient telefon qildi, o'zi biz chiqdik deb. München aeroportida ikkita terminal bor. Birinchisi terminal 1, terminal 2. Agar siz mahalliy reyslar, ya'ni Lufthansa bilan uchadigan bo'lsangiz, hammasi terminal 2 ga keladi. Xalqaro reys bilan keladigan bo'lsangiz, terminal 1 ga keladi. 1,5 soat yurib Legolandga keldik. Klientlarimizni tushirdik. Ular videoga tushishni xohlashmadi. Men sizlarga hozir Legoland oldi tomonidan ko'rinishini ko'rsataman. Legoland haqida qiziqsanglar, shu haqida videoni opisiyaga qo'yib qo'yaman. Kirib tomosha qilishlaringiz mumkin. Bu tomonidan ko'rinishi Legoland Deutschland. Agar bir kunga kelmoqchi bo'lsanglar, mana shu yerda kassa bor. Kassadan kirib ichkariga bemalol tomosha qilib aylanib chiqsanglar bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zimiz aeroportdan kutib olib kelib qo'yish xizmatlari va yana olib borib qo'yish xizmatlari bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.